Feromonli, shunaqa pudroviy aromatlarda yoqtirgan klientlarimiz uchun feromonli mana dezodorantlarimiz, dezodranti, gel для dushasi bu zakazga. Для dushasini dezodorantni sapchig'aninglardan keyin, qo'llanganinglardan keyin atrini ishlatishga hojat yo'q. Chunki bitta butun atirda uje nimasini berib qo'yadi, kuchini, hidiniyam berib qo'yadi. Buni gel для cho'milib yoki dezodorantni ishlatganinglardan keyin feromonga cho'mildinglar degani. Вообще zo'r bu 50 milligrammli atri hozirda judayam kuponga olib berdim. Skidka aksiya bo'lyapti qizlar. Bu atirimiz unaqa qimmat emas, lekin qimmat Dubay parfumlariniyam yo'lda qoldirib yuboradigan darajada hid продажада sotilgan. Hidi nejniy bo'lsin, uzoq tursin, erim hidaganda vau desin degan klientlaringlar uchun bemalol shuni tavsiya qilsanglar bo'ladi. Har bir ayolni tremosda bo'lishi kerak bo'lgan atirlarimizdan bittasi. Tugashiga olaman qizlar. Hech qachon bu atirda tremoyimni uzmaganman. Bu atir menga har doim yoqadi. Nejniyligi yoqadi, bosh og'ritmasligi, spirti kamroq. Odamni o'ziga tortadigan xususiyati bor. Eng zo'ri hamyonbop qizlar, вообще zo'r. Ayniqsa nabor qilib olib qo'llaninglar.